alaykum, hurmatli Qoraqalpoq xalqi. Men bugungi murojaatimni sizlarga bag'ishladim. Chunki men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Sizlarda hayot boshqacha. Nonlar o'zgacha, o'zlaringiz o'zgachasiz. Sizlardan kelgan ancha-muncha bemorlar ko'pi zovq kasalligi bilan xastalanib kelyapti. Bo'g'im kasalliklari bilan xastalanib kelyapti. Lekin dardiga bizaga kelib yechim topib ketyapti. Ayniqsa zovq, astma kasalliklari, nafas yo'llaridagi barcha kasalliklar, bularni barchasi sizlardan kelayotgan bemorlarda jam bo'lib turibdi. Shundoq ekan, sizlarni men o'zimizni klinikaga chaqirib qolmoqchiman. Agar to'g'ri davolanmasak, hadeb meditsina yo'nalishida davolanaversangiz, bu doktordan bu doktorga sakrab yuraverasizda, asorati esa onkologik kasalliklarga olib kelishi mumkin. Shundoq ekan, tabobat yo'nalishida asalari bilan chaktirish uchun bizni klinikamizga keling. Quyidagi raqamlar orqali bizaga aloqaga chiqing va bizga dardingizni biza bilan bo'lishing. Biz esa qaysi yo'nalishda qanaqa davolanishlaringizni biz sizga tushuntirib beramiz. Bizni klinikamizda malhamlarga o'rash, asal mumlari bilan, asalni o'zi, propolislar bilan, arini sutlari bilan davo ishlari olib boriladi. Kerak bo'lsa, biza tabiiy hamda meditsina yo'nalishida ham qo'shib shifo olib borishga, davo olib borishga harakat qilamiz. Chunki shunday kasalliklar kelyaptiki, juda ham immunitetsiz, yiqilib qolay deb kelayotgan paytda ularga faqat tabiiy yo'lni o'zi yetarli bo'lmaydi. Shundoq ekan, bizga murojaat qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz va sizlarni dardlaringizga malham bo'lishga harakat qilamiz. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar.